Şuursun burada. Buzluyor musun abi? Marhamat aramızga keling, yolimiz taklif etamiz. Marhamat. İbo bilan kelibdi, kuyov to'ra yuragida shifo bilan kelibdi. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Ayo bilan rom aylab, mo bilan kelibdi, kelibdi, kelibdi. İbo bilan kelibdi, kelibdi, yor kelibdi. Ayo bilan chiroyli yoshligiga nur qo'shib andishayu odam degan hayo bilan kelibdi, kelibdi.
ko'z tiygan misol kuyov bola yonida go'yo kuyov tohir bo'lib suhro bilan kelibdi sevgi vaqtini ko'z etar ko'z tegmasin baxtiga sevgi vaqtini ko'z etar ko'z tegmasin baxtiga boshiga baxshi qo'lib humo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi bu daryodan kelmas bo'lib kelgan bo'lsin mo'min bu daryodan kelmas bo'lib kelgan bo'lsin mo'min yuragida ahdi paymon vafo bilan kelibdi nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob degan hayo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi sarfo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi kuyov to'ra yuragida shifo bilan kelibdi asta asta qadam bosar qutlug' bo'lsin qadamlar asta asta qadam bosar qutlug' bo'lsin qadamlar hayo bilan haromaylab humo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob degan hayo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi uzunga ko'z tiygan misol kuyov bola yonida go'yo kuyov tohir bo'lib suhro bilan kelibdi sevgi vaqtin ko'z etar ko'z tegmasin baxtiga sevgi vaqtin ko'z etar ko'z tegmasin baxtiga boshiga baxshi qo'lib humo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi Akşamı xonadonda nur taralib bir zumda akşamı xonadonda nur taralib bir zumda go'yo undan quyosh chiqib ziyo bilan kelibdi nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob degan hayo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi hayo bilan kelibdi ibo bilan kelibdi ya kelibdi sarfo bilan kelibdi Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, mezmonlar, davramizni fayziga fayz kiritib turgan aziz, mehribon, munis otaxonlar, opa-singillar, aka-ukalar. Avvalambor hammalaringiz
mana Karmina shahridagi Nihol to'yxonasiga hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun Hasanjon To'rayev hamda Davron To'rayevlarni farzandlari mana shu ikki xudo Hasanjon bilan mana Doston bobomiz mana bular bugungi kunda mana shu davrani to'rda turgan Jo'rabek jon hamda Jasurjon hamda Nigoraxonlarni baxt hamda visol oqshomini nishonlash maqsadida berga to'planganmiz. Hasanjon haqida ikki og'izgina aytaman. To'rayevlar oilasi Hasanjon, u kishining turmush o'rtoqlari Shohidaxon, o'qituvchi, ko'p yillar ta'lim sohasida ishlagan, hozir ham davom etyapti. Mana bugun kuyovlik baxtiga muyassar bo'lib turgan Jasurjonni ham mana shu otasini, onasini yo'ldan borib o'qituvchilik tanlab, bugun otasi bilan birgalikda mana shu Navoiy shahridagi Olimpiya zaxiralari kollejida o'quvchilarga ta'lim tarbiya beryapti. Men adashmasam Hasanjonni ham, turmush o'rtog'i Shohidaxonlarni ham avlodi hammasi o'qituvchi. Bular o'qituvchilar sulolasini farzandlari desak ham xato qilmaymiz. Mana bugun ikkita xudo mana Doston bobomiz hamda Davron bobomiz hamda jiyanimiz Hasanjonlarni farzandlari Jasurjon va Nigoraxonlarni dunyoga keltirib, o'stirib, ulg'aytirib, mana bugungi kunda qarangki, mana shu ikkala yosh Jasurjon mana kuyovlik baxtiga muyassar bo'lib o'tiribdi. Nigoraxon kelinlik baxtiga muyassar bo'lib o'tiribdi. Mana shularni bugungi baxt hamda visol oqshom bilan shaxsan o'z nomidan, butun oila a'zolarim nomidan, mana shu men bilan birga kelgan barcha narpaylik og'aynilar nomidan bularni chin qalbdan samimiy tabriklayman. Bularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Mana shu ikki yosh baxtli, saodatli bo'lsin. O'ssin, ulg'aysin. Kelajakda albatta bularni beshik to'ylariga qatnashish ham baxtiga muyassar bo'lib o'tiraylik. Mana bugungi davrani olib borish uchun albatta to'yni chiroyli, ajoyib bo'lib o'tishi uchta narsaga bog'liq. Kelayotgan aziz mehmonlarga, mana shu to'yga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga, davrani olib boradigan davra boshiga hamda san'atkorlarimizga bog'liq. Mana bugun mana shu o'zining eng yaxshi ashurlari bilan, raqslari bilan mana bugun Jasurjon hamda Shuratjon rahbarligidagi Navruz guruhi kelgan. Albatta mana shu guruh bugungi mana shu davramizga fayz kiritadi va shu davrani chiroyli qilib olib boramiz degan umiddamiz. Bundan tashqari albatta davra boshi mana Jo'rayev Aminjon degan bir ukaxondomiz kelgan. Men hozir mana shu to'y mikrofonini mana shu Aminjonga topshiraman. Sizlarga ham rahmat Hasanjon. Sizlarga ham rahmat. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa shu to'yni bir chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak. Mana shu chiroyli bo'lib o'tishi albatta sizni bizga, san'atkorlarga, davra boshiga bog'liq. Marhamat. Rahmat. Domla. Yaxshi niyatlarla yozib dasturxon, to'yga deya chorlabsiz mehmon. Yangrasun kuy, yangrasun navo, xush kelibsiz to'yga marhabo. Assalomu alaykum. So'zi pur hikmat, aqli pur ziyo, tillarida duo otajonlar. Husnda bekam, barnoyi dono, mehri ummon onaxonlar. Assalomu alaykum. Bugun 100 bora xursand, to'y ahliga yaqin, rahnamolik murodida, to'y dasturxoni atrofida ham suhbat, ham nasiba, ham mehr o'tirgan
aziz mehmonlar, hurmatli aka-ukalar, lobar, dilbar, opa-singillar, alpomish, kelbatli yigitlar va zebo qizlar, mana bugungi shodiyona, bugungi davra qatnashchilari. Mana bugun Karmana shahridagi shunday ajoyib go'zal koshona Nihol to'yxonasiga Jasurbek va Nigoraxonlarning baxt va visol oqshomi davrasiga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot, yo'llaringizga gul bitsin deymiz. Mana bugun Narpay jamoat xo'jaligi Bo'ston qishlog'ining ajoyib bir mo'tabar ulug' xonadonlardan biri To'rayevlar xonadonida hurmatli ustozimiz Hasan aka xonadonida bugun katta to'y tantana. Men bugungi shodiyona, bugungi to'y bilan sharafli va mashaqqatli kasblardan biri bo'lgan o'qituvchilik kasbini tanlab, mana bir necha yillardan beri Navoiy Olimpiya zaxiralari kollejida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor muavini vazifasida ishlab, mana shu go'zal O'zbekistonimizni, mustaqil O'zbekistonimizni nomini, bayrog'ini yuqorida ko'tarishga xizmat qilib kelayotgan domlamizni, Hasan akani, Shohida opamizni mana bugungi shodiyona to'y bilan, kelin bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana domlamiz to'yini boshida aytib o'tdilar, bu xonadon ustozlar xonadoni hisoblanadi. Mana kuyov ham, kelin ham mana shu o'qituvchilik kasbini tanlab chiqqan ekan. Mana shu ishlariga omadlar tilaymiz. Hasan domlamiz bilan Shohida opamiz yuzga kirsinlar, shu farzandlarni, kelinlarni huzuru halovatini ko'rsinlar. Bugungi shodiyona to'y bilan Abdusalom akani chin yurakdan tabriklaymiz. Xoliflar xonadoniga, Muhammaddiyor akamizga bugungi shodiyona to'y muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin deymiz. Mana bugungi shodiyona to'y bilan To'rayevlar xonadoni qudachilik rishtalarini bog'lashayotgan Davron bobo xonadonini, To'rayevlar xonadonini, qudalarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Qudalarimizga to'y muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin deymiz. Qudachilik 1000 yilchilik bo'lsin. Bugungi davraning to'ridan joy olib o'tirishgan ikkala yosh Jasurbek va Nigoraxonlar oila qurib katta hayotga qadam qo'yayotgan ekanlar. Bu ikkala yoshga baxt, saodat, porloq kelajak, farovon hayot tilaymiz. Bular qurayotgan oila mana shu go'zal O'zbekistonimizning eng baxtli, hamma havas qiladigan namunali oilasi bo'lsin. Bu ikkala yoshning muhabbat osmonida hamma vaqt muhabbat yulduzlari charaqlab tursin. Alloh ularga qo'shaloq farzandlar ato etsin. Kelin-kuyovga baxt, omad hamisha yor bo'lsin. Aziz davra qatnashchilari, mana bugungi shodiyona to'y tantana davrasiga xush kelibsizlar. Bugungi davrani ochiq deb e'lon qilaman. Dasturxonga qo'yilgan barcha nozu ne'matlar sizlar uchun muntazir. To'y bo'lsin, to'y bo'lsin, so'yganlari qo'y bo'lsin. Ilohim, ilohim 2 yosh baxtli bo'lsin, oltindan taxtli bo'lsin. Tuproq olsalar oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Ularni asrasin balo qazodan, nohaq jazodan, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan. Jasurbek ko'chada oshnali bo'lsin. Nexia'mi, Mercedes'mi, Toyota'mi ish qilib mashinali bo'lsin. O'ynaganlari bilyard bo'lsin. Molu dunyolari milliard bo'lsin. Uylar to'la billur bo'lsin. Barcha yashirgan pullari dollar bo'lsin. Kelinimiz oy bo'lsin. Go'zallikka boy bo'lsin. Kipriklari nam bo'lmasin. Ko'ngillari g'am bilmasin. Shunday aziz insonlar dunyoda kam bo'lmasin. Keksa ota-onaxonlarimiz tili bilan aytgandek tub qo'yib yozishsin, palak
shu tilakka qo'shilganlardan chiroyli bir qarsak. Kelinkavga ruxsat beramiz, o'tirishlaringiz mumkin. Davramiz ochiq, hammalaringizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha. Bugun o'zlarining kuy qo'shiqlari bilan, o'zlarining san'atlari bilan viloyatimiz xalqiga xizmat qilib, manzur bo'lib kelayotgan san'atkorlar Jalilov Jasurjon va Mamedov Shuhratjon boshchiligidagi Navruz guruhi bugun sizlarning xizmatingizda bo'lib, o'zlarining kuy qo'shiqlari bilan sizlarni xushnud qiladilar. Marhamat, navbat san'atkorlarga. Shuhratjon Mamedov davramizni boshlab beradi. Kelinkavga ruxsat beramiz, o'tirishlaringiz mumkin. Kelinkov uchun yana bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Baxtli bo'lish. Avvalambor assalomu alaykum. To'ychilarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz baxtli, saodatli bo'lishsin. Xudo xolasa keyingi yil mana shu kunlarda Alloh bularga qizmi o'g'ilmi farzand berganda beshik to'ylarga kelib xizmat qilish nasib qilsin bizga. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Bahçelerde kızıl güller tergende men dedim sen cananlarning cananını körgende men dedim sen bahçelerde kızıl güller tergende men dedim sen cananlarning cananını körgende men dedim sen dünya kader sevip seni kel canım kel yanımga kel Uşat köngül yıllar buyu seni derman Dünya kader sevip seni kel canım kel yanımga kel Uşat köngül yıllar buyu seni derman Alemlerde, hasretlerde seni yadda sakladım men seni deb kecha kunduz chin bir arzu istadim men alamlarda hasretlerde seni yadda sakladım men seni deb kecha kunduz chin bir arzu istadim men dünya kader sevip seni kel canım kel yanımga kel Boşat köngül
nasiptir. Barchalaringizni davramizga chiroyli raqslarga taklif qilib qolamiz. Sevgilim güzel midir? Nigahı gazel midir? Sevgilim, sevgilim güzel midir? Güzel midir? Nazlanıp kumar bakıp eldeyen öşel midir? Sevgilim, sevgilim güzel midir? Güzel midir? Öşel midir? Öşel midir? Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgilim yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Sevgimni bilmadimi ya parvo qilmadimi? Sevgimni, sevgimni bilmadimi? Bilmadimi? Qalbimni o'tda yoqib nazlanib kulmadimi? Nazlanib, nazlanib kulmadimi? Bilmadimi? Bilmadimi? Kulmadimi? Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgilim yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgimge ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim sevgilim yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı, yar bulmadı. Avval boshda majlisingda görüştüm. Avval boshda majlisingda görüştüm. Söyle güzel kimning sever yarısan. Söyle güzel kimning sever yarısan. Bu yerlerde dilber sana tutundum. Bu yerlerde dilber sana tutundum. Söyle güzel kimning sever yarısan. Söyle güzel kimning sever yarısan. Tomosha aylading mening o'ynima. Adab ikrom bilan kelding yonima. Kamarlayin zulfing solib bo'ynima. Kamarlayin zulfinga solib bo'ynima. Söyle güzel kimning
geç derdime gülme güne artık. Söyle güzel kimliğin sever yarı sen. Söyle güzel kimliğin sever yarı sen. Sever yarı sen. Söyle güzel kimliğin sever yarı sen. Söyle güzel kimliğin sever yarı sen. Ahe, bahçeler davranışa taklif olamiz. Ahe, ha, ha. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylar git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylar git. Ha, ha, ha. Hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Ha, ha, ha. Hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Ahe, bana yaşa ha. Hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Gitsen hayırlaş min git, mayli muradına yet. Lekin beni canımı taşlarına boylab git. Xorazmcha qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Aha, qani davom etamiz. Aha. Qars qarsini uring, to'y davrasini gullating. Tez qani bo'ling, bir o'zingiz ko'rsating. Qars qarsini uring, to'y davrasini gullating. Tez qani bo'ling, bir o'zingiz ko'rsating.
babay biram tepi boshda qalin churmasi jalbatadi o'yinchi qiz yoqasini burmasi qarsni uring to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating qarsni uring to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating burmasi qarri boboy biram tetiy boshda qalin churmasi jalbatadi o'yinchi qiz yoqasini burmasi qarsni uring to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating qarsni uring to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating qarsni uring to'y davrasini gullating tez qani bo'ling bir o'zingiz ko'rsating barchalaringizni Xorazm universitetiga taklif qilamiz. Ahay, aman ey aman Xorazm vaqasi sozi suhbati Şadligi bu do'stlar ko'rkidir lazgim Yaşarım yaşlagan diyar sanatim Kadım hazinesi kürküdür Ey mülküdür lezgi Ah hey Ha Yeah Ha Ha? 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 Görgenimde ilk bara hey Baktım diye kıvandım Köp yerleşken ikenler Gel fikrimden tandım Bilmeyin koydu lezzet Hatta aselen kalbim Nedir yeyledim küldüm eynede Mihrine kandım
canı bey uçuz almış dünyadı. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel beri, kara göz gel beri. Gel yaşın ha. Ahmetine bendedir, bağıra selvi deme. El
gurgur desam shunchalar o'jarsan. O'yna o'yna qara ko'zlaringdan o'yna o'yna qara ko'z bo'yingdan o'yna o'yna qara ko'zlaringdan o'yna o'yna qara ko'z bo'yingdan. Gardishi davranimiz beladi kararimiz olada to'yolsin shodlanib bu jonimiz. Gardishi davranimiz beladi kararimiz olada to'yolsin shodlanib bu jonimiz. Nadandi bu nadandi bulbul gul sevadi kim sen uchun sevmayin siz ama nadandi nadandi bu nadandi bulbul gul sevadi kim sen uchun sevmayin siz ama nadandi. Yeah, oh. Yeah. Yeah. Oh, oh. İki durdular, göz yaşı yandırdılar. Agar elçi etmesen o'zgasini bandular. İki durdular, göz yaşı yandırdılar. Agar elçi etmesen o'zgasini bandular. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Bağda bir gül olanda, sarı sümbül solanda. Agar elçi etmesen o'zgasini bilanda. Bağda bir bulanda, sarı sümbül solanda. Agar elçi etmesen o'zgasini bilanda. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Nadandi bu nadandi, bulbul gul sevandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Kim sen için sevmeyin, ansız ama nadandi. Shuhratjon Mamedovning qo'shiqlariga, Navro'z guruhiga, san'atkorlarimizga bitta chiroyli olqish bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Onaxonlarimizga, kelinni yangalariga ruxsat beramiz. Kelinni yuzini ochishga. Marhamat. Aziz davra qatnashchilari, mana bugungi shodiyona to'y tantana davrasiga, Nihol to'yxonasiga Jasurbek va Nigoraxonlarning baxt va visol oqshomi davrasiga, ammalaringizga yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Albatta bugungi shodiyona, bugungi davrada ishtirok etayotgan har bir inson o'zining yaxshi niyatlari bilan, samimiy tilak istaklari bilan mana bugungi davramizga tashrif buyurgan. Bugungi shodiyona to'y bilan
Hasan akani domlamizni, Shohida opani domlamizni, To'rayevlar xonadonini, Xoliflar xonadonini yana bir bora chin yurakdan muborakbod etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hasan aka kelin muborak bo'lsin. Kelinni qadami qutlug' kelgan bo'lsin. Xonadoningizga fayz va baraka olib kelgan bo'lsin. Mana bugungi kunda Hasan aka ham, Shohida opa ham Navoiy Olimpiya zaxiralari kollejida yoshlarga ta'lim, tarbiya, tahsil berib kelyaptilar. Tabrik so'zini Navoiy Olimpiya zaxiralari kolleji o'qituvchilar jamoasi nomidan hurmatli domlamiz Kenjayev Ravshan Kenjayevichga topshiramiz. Marhamat, domla, tabrik so'zi sizga. Mikrofon siz uchun muntazir. Kollektiv nomidan, ustozlar nomidan shirin tilaklarni, dil so'zlarni sizdan eshitsak. Qadri bilinadi menga endi goh, olis maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Tuproqdek xokisor, bezota jonlar, ammo qanoatda tog'dek ulug'vor. Hatto Temurdayin sohib qironlar, pirim deb etagin o'pgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, Mashrabni mashhur dunyolar qilgan, Husaynni Ibn Sinolar qilgan, Abdullohning tilini burrolar qilgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Ustozlarimiz uchun bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Marhamat domla. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Bugun haqiqatan ham bir ajoyib tadbirda ishtirokchisi bo'lyapmiz. Mana To'rayevlar xonadonida ajoyib tantana. Sababi Jasurbek hamda Nigoraxonlarning nigoh to'ylarida ishtirokchisi bo'lyapmiz. Men shu fursatdan foydalanib, mana shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, xalqimizga xizmat qiladigan ajoyib bir namunali oila bo'lishni butun jamoamiz nomidan so'rab qolaman. Yana bir bor shu 2 yoshni nigoh to'ylari bilan chin yurakdan tabriklayman. Endi albatta Hasan Temirich haqida ozroq gapirishga to'g'ri keladi. Hasan Temirich 2006-yilda kollej tashkil bo'ladi deb gazetda e'lon bergandan keyin men vaqtinchalik direktor bo'lib yerga ishga keldim. 2007-yilda Navoiy sport kolleji ishga tushdi. Shu Hasan Temirich shu kollejga bo'lim boshlig'i bo'lib keldida 6 oydan keyin dedim, meni zam direktor qo'yasiz dedi. Xo'p dedi, shu mana ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha kollejimizning ajoyib eng yaxshi o'qituvchi murabbiylaridan, rahbarlardan biri hisoblanadi. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'ldiki, men hayotimda Samarqand shahrida bir 10 yil maktabga direktor bo'lib ishlaganman. Keyinchalik Toshkent viloyatida ishladim. Keyinchalik Toshkent shahrida ishladim va nihoyat Navoiy viloyatida shu rahbar lavozimlarida ishlaganman. Shu respublikamizda 10 mingga yaqin ta'lim maktablari bo'layotgan bo'lsa, 1,5 mingdan ortiq akademik lisey va kollejlar bo'layotgan bo'lsa, shularni bir 80% da xizmat safarida yuzasida bo'lganman. Albatta xizmat safariga bo'lgandan keyin rahbar xodimlarning ish holati bilan tanishasiz. Men shu narsaga bitta narsaga iqror bo'ldimki, Hasan Temirich haqiqiy pedagog, haqiqiy ma'naviyatchi. Keyin o'zimcha taqqoslab ko'rdimki, Hasan Temirich nafaqat kollejimizda, nafaqat viloyatimizda, respublikada eng ko'zga ko'ringan ma'naviyatchi, o'qituvchi, murabbiy hisoblanadi. Albatta bu kishining xizmatlari juda katta. Buni hozir yoshlarimiz kollej bitirganlari haqida ham ko'p gaplarni eshitamiz. Hasan Temirich shunaqangi bir inson, ajoyib pedagog deb eshitadi. Buni yana bir odatlari ko'pda Hasan Temirichning. Soati 5 da ishga keladi. Hayron qolasan. Bu qachon uyda uxlaydi, qachon to'yga borib keladi, qachon majlisga qatnashadi. Shu xarakterlari odamga qiynab qo'yadi har zamonda. Yana bir odati borda Hasan Temirichning. Men yaxshi qo'zi deydi, ikkita ona yemat deydi. Ham madaniyat boshqarmasidan bunga buyruq chiqar ekan. Ma'naviyat, ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosardi. Ham kollejlar boshqarmasidan.
hammaga bittadan joy buyruq tushsa bunga 2 kishidan. Eng qizig'i bayramlarda 2 kun kelmaydi ishga. Ha desa bugun madaniyat boshqarmasi to'y qilyapti, ha desa kollejlar boshqarmasi to'y qiladi deb dam olib qarang. Yana bir tomoni bor ekan, buni ikkita boshqarma boshlig'i ham urushar ekanda, shu bilan tenglashib ketaverar ekan bularni qilayotgan ishlari. Men shu fursatdan foydalanib mana yana bir marta Jasurbek hamda Nigoraxonlarni albatta nigor to'ylari bilan chin yurakdan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Hasan Temurich qayerda ishlashidan qat'iy nazar, madaniyat boshqarmasidami, kollej boshqarmasidami, xalq ta'lim boshqarmasidami doim elga xizmat qilgan, xizmat qiladi. Men o'ylaymanki, mana Hasan Temurich pedagoglar oilasi. Shu yaqinda bir gazetda bir prezidentimizning bir so'zlarini o'qib oldimda. Agarki deydi, dunyoda imoratlarning eng ulug'i bo'lsa, maktab deydi. Kasblar ichida eng sharaflisi o'qituvchilik va murabbiylik deydi. Men o'ylayman Hasan Temurichni mana shu kelinimiz ham, Nigoraxon, Jasurbek ham, bular hammasi pedagog. Men bularga mana shu yoshlarimizni kamol qilib tarbiyalashda chin yurakdan tabriklayman, uzoq umr tilayman. Shu yerda o'tirgan barcha insonlarning xonadonlarida ham doim to'ylar, yaxshi kunlar ko'paversin. Navbatdagi so'zni kollejimizning ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarova Feruzaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, shu to'y ishtirokchilari. Mana bugun Jasurbek va Nigoraxonlarni baxt to'yiga yig'ilib turibmiz. Bu ikkala yoshga jamoamiz nomidan, oila a'zolarim nomidan oilaviy baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Nima deydi? Kelgusi yilda nasib qilsin. Hasan aka, beshik to'ylariga yig'ilish nasib qilsin. Tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin yoshlar. Jamoamiz nomidan arzimas sovg'amiz bor. Qabul qilasiz Hasan Temurich. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Domla ajoyib tilaklar uchun. Ustozlarning ishlariga omadlar tilaymiz. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin yana ustozlar uchun. Qudalarimizni bugungi shodiyona to'y bilan yana bir bora chin yurakdan tabriklaymiz. Davron boboni To'rayevlar xonadonini Samarqand viloyati Narpaydan tashrif buyurgan barcha qudalarga to'y muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin deymiz. Va qudalar nomidan tabrik so'zini Jo'raqul Quda bovaga tabrik so'zini topshiramiz. Marhamat, tabrik so'zi sizga, mikrofon siz uchun muntazir.